Nimaga men shortigim dazmol qilinmagan? Oq shoxlarning shoxi siz hozirgi havoda bu shortikni kiymasangizda men uni dazmollashga shaylanaman. Bering shortingizni. 8-martga sovg'a bermaslik uchun urush chiqaryapti. Qizlarim 8-mart mudofaasini kuchaytiriladi. Nima ovqat qilyapsiz siz? Ukalarning zalatoyi, oilamizning quvonchi, sizni ko'nglingiz ne istasa, shuni bajo keltiramiz. Mangami? Shortingiz tayyor. Chalg'itma meni chalg'itma! Zarnigor nimaga ko'p tog'ingni o'ynamayni qo'yib ketgansan kecha? Meni afv etgaysiz akajon. Haq poyiz oling. Men u paytlar yosh edim, bebosh edim. O'g'lim, shu singlingni kechira qol, bir qoshiq qonidan kecha qol. Nimaga bu havo isib ketdi? Ijozat bersangiz, sizga shamollar baxsh etish uchun ventilyator qo'yib bersam. Bu nimaga tez to'ldirmayapti? Yaramas zaryadchik nega sizga unday qilgan? Bilmaganman-e. Nimaga pastdan uchiribdi uyga? Hozir bu orsiz pashshalarni tutib zindonband qilganman. Nashsan sokimnikini ichgan mana. Hayotimning mazmun mohiyati mana siz xohlaganingizcha sok. Nimaga osmonga bulut yo'q? Nimaga buni bargi chiqmagan? Nimaga bu ariqqa suv yo'q? Oq donolar donosi. Bu kamchiliklar uchun bizni kechiring. 8-mart o'tsin, birga bir gaplashib olaman. Ketdimi? Nimaga mana bu beton qattiq? Endi bunisi boshladi. Oh, ulug' sulton! Oha! 8-mart. Bilaman, 8-mart xalqaro sovg'a bu. Gulga gul, tikonga gul, mana pechakka gul. Hey, senga sovg'ani zo'ri borman. Ana shu sovg'ani men onamlarga beraman. Chunki sovg'aga faqat ona loyiq. Ona barmog'ingizga uzukcha mana. Ilon chayonga ilon, o'lja ichkariga kirib ketdi, qabulmi? 8-martga senga sipochka. Ana shu singlimga-da shu sovg'a, singlimga. Mangami? Senga. Chayon ilonga chayon o'lja sovg'asilantirildi. Qabulmi? To'xta. Senga sovg'am bu. Sovg'am, xotinimga sovg'am bu. Xotinimga sovg'am men. Hech kim yo'q. Nanaski. Naski? Bu ichiga qara telefon bu ichiga. Sovg'ami? Oppa. Hozir tushaman. Ana shu sovg'ani men opamlarga beraman-da 8-martga. Rahmat uka, rahmat. Mayli. Rahmat, keling. Ha? Xafa hozir ozgina. 8-martga sovg'a berib turish kerak-da ayol kishiga. Ayol kishiga e'tibor kerak aka. Qo'ynini olib turish kerak-da. Qo'yinglar ey. Qochinglar, kuyovim kelyapti, qochlaring qoch. Qoching bosib ketaman ey. Bosing meni. Namuncha taqalatasiz xuddi o'zingizni pulingizga kelganday. 3 soatdan beri kutib o'tiribman. Qarang, oling kuyov, delfin sho'robar akli qo'ltig'i ham pishyapti. Chuvalchay salata qilib qo'yganman. O'tgan safar 8 oyoq edi-da. Uni ham qilib beraman. Qaynotasi dengizdan kelsin. Ichishga suv bormi menga? Ariq to'la suv borib, shuni iching. Kelishingiz bilan ovqat so'raysiz. Bu sizga restoranmi? Rahmat, mazza qildik. Nima bo'ldi? O'zi qilib qo'yasiz. Hozir tabib. Qadan kelding? Bormi? Endi-chi, qo'yib yubordimi? Ha, qo'yib yubordi. Otam. Kuyov, yaxshi bo'lib qoldingizmi? Bitta ovqat qilganga shunaqa urish kerakmi? Mayli, yaxshi o'tiring qaynona. To'xtang kuyov, ro'zg'oringlarga sovg'a. Bagimami? Yo'q, ketmay turing, to'xtab turing bir pas. Ha, sovg'a berasizmi? Mana senga sovg'a! Ona kompot qayerga qo'yay? Boshimga qo'y. Qo'y boshimga. Olib kir uyga pechkani oldiga qo'y. Ichasan burningdan chiqquncha san to'y. Ha. O'sha lapatkani olib kelib ber. Bu yerda yo'q-ku. Ana turibdi-ku, mana. Yo'q, topolmadi, ko'rmadingmi? Ko'zing qursa, hozir borsam ko'rsataman. Mana turibdi-ku, ko'zing ko'rmisan? Yo'q edi-ku. Mana xola. Oyinga aytib qo'yganman, kechqurun olib chiqib beraman deb. Xo'p. Ona hamshamiz kastolkani so'rab chiqqan ekanlar. Bermadingmi ish qilib? Berdingmi? Kecha olib chiqib beraman dedim. Senga sochingni oldirgin dedimmi? Mana yonlarini oldirganman, qarang-chi. Qani o'sib yotibdi-ku. Baxti? Yo'q. O'zing kelsa urmayman. Yo'q. Kel. Urasiz. Burningni tortma, qoq. Funqa. Seni bitta burnimga qoqolmaydi, mazza. Yer bitta. Hey.
Dadam Rossiyadan keldilar. Dada! Yaxshi keldingizmi dadasi? Charchamadingizmi? Men zo'r Rossiyaga borishim bilan T-Bankdan Black debit kartasini oldim. U karta bilan xalqaro o'tkazmalarda pul o'tkazsa bo'lar ekan. Ha, zo'r ekanda. Karta olish uchun Rossiya fuqaroligi kerak emas, registratsiya kerak emas. Rossiya sim karta ham kerak emas ekan. Shunday o'zimiz sim karta registratsiya qilib ketirib berdilar. Rossiya xohlagan joyga ketib beradi ular bor-ku. Yo'q, Hada, bepul rasmiylashtirgandan keyin bankka borib navbat kutib o'tmaysan, shu tez keladi. Jim o'tir, gapga qo'sh, dadangni gapini eshitaylik. Bir ham sho'xlab ketganda bular. Lekin uni probasi vaqt zo'r ekanda, manfaatli ekan. Uni men rasmiylashtirgandan keyin oyiga 50 ming rublgacha komissiyasiz pul o'tkazdim. Yetmaganiga ishlatgan pullarimni 30% gacha cashback qilib tashlab beradi ular. T-Bank kartasini olib hayotingizda ikkinchi marta to'g'ri qaror qilibsiz-da? Birinchi martasi qaysi edi u? Meni tanlaganingiz? Direktor qaynona xonangizdamisiz? O'qituvchi-ku, keling, maktablar tinchmi? Oling bu o'quvchingizni uy ishlaridan kurukli 5 oladi degandingiz. Sabzini ham bilmaydi-ku bu. Kecha oshni kuydirgan. Kir yuvishni ovsaladan ko'chiryapti. Kecha dazmollashdagi uyga vazifa qilmagan. Mehnatda odobnomadan dumchalik 2 faqat bunga. Ha, pochcha, opam xafa qiladigan bo'ldingizmi? Alo, ikkalang tez ham parkovka oldiga yetib kelgin, bir joyga borib kelamiz. Jipirra hozir borasan, burraymi? Kelma, qayt. Har hafta onamnikiga boray deb kanikul so'raydi mendan. Ana onang, ana san. Men hayotdan chiqib ketinglar, men ketdim. Kuyov, aktivni zalga kiring gaplashamiz. Gaplashamiz. Kuyov, Ha? talab qilishdan oldin oshxonasiga yangi o'quv quroli olib bering, yangi forma olib bering. Yana nima kamchiligi bor, so'rang. Meni darsimga quloq solgisi kelmaydi, o'zicha aqlli bu. Kavort olib bering, krasvort olib bering, qiziqtiring darsingizga. Bu gaplar ma'naviyat ishlari bo'yicha o'rinbosarga yetib bormasin. Qayintamgami? U kishi qayerdalar o'zi? Oktagonliga menga jang bering, men jangariman. Ya! Bu kishi jang qilalarmi o'zi? Qiladi, kiringlar qani ichkariga. Oktagon deydi. Ha deb maktabda olib o'tirmasdan ekskursiyaga, muzeylarga olib boring. Qachon qarasam shanbalik qilayotgan bo'ladi. Sizlarda uylarda ponedellik ham shanbalik, xanedellik ham shanbalik. Hay zavonok choling, biz chiqaylik, bugun payshanba she'riyat kechamiz bor edi, vaqtliroq boraylik. Qani, darslaring fayzli bo'lsin, konspekt qilib charchamang. Xonsaroyda uylaring bo'lsin, ruchkangiz rangi tugamasin. Hayotim zavtrak. Ha, yeb-o'lingizdan yig'ishtiraymi? Yo'q, tayyorlab qo'ydik, yuring. Menga ham kimdir zavtrak tayyor yurdi ekan-ku. Tezlashing. Men sekin boraman ammo. Oling, tuxum, soshiska, sariyog', magiz xohlaganingizdagi. Men 30 yildan beri zavtrakka kalta yeb katta bo'lganman. Bu menga saska masla deydi. Choy. Nice. 5. Nima 5? Uylangandan beri ishdan soat 5 da keladi. Uylanmasdan oldin kechasi 1-2 qilib kelardi. Uyda ishi borda hozir. Voy, qanaqa ko'tardingiz? Shunaqa kuchingiz ko'pmi, polvonim? Shu paytgacha hayotim davomida kuchukda ishlagan bo'lsam ham eng yaxshi eshitgan gapim mol qo'yib bodring kalla bo'lgan. Endi men polvon bo'ldim. Men kachokma. Hech kim joyidan qimirlamasin, hammani qo'lga olinglar. To'xta. Bo'ldi. Qimirlama. O'zi zo'rroq qimirlagan edim. Onalarni himoya qilish jamiyatga yetib keldi. Uyalmaysanmi shunaqa narsalar qilgani? Men bu yo'lga adashib kirib qoldim-da. Tekshiring. Toza. Siznikimi? Ha, bizning oshxonamizdagi kartoshka. Oyijon, kechiring. Qizim nimaga yerga tekkandan keyin haddi bizning uyga kelib narsa olib ketaverasizlar. Majbur bo'ldim telefon qilishga. Bu meniki uyimdan olib kelganman. Bo'ynimga qo'yaman deb o'ylamang. Baribir tan olinglar. Ko'ramiz. Ekspertiza xulosalariga ko'ra piyoladagi barmoq izi onaga tegishli. Piyola onaniki. Dadasi chiqing, qizlaringizni urishib qo'ying. Nima degan gap bu? Aman chiqolmayman, o'tgan safar kiyimlar olib ketdi bular. Sizga kichikindiki o'zga beraman deb. Voy, meni sho'rim qursin. Nima degan gap bu? Ro'mol chaqadi. Mana bumi xola? Onangizor, men bu ishni bilmay qildim, onajon. Men tapchikam. Ikkinchi poyqani buni. Mana xola hamma qo'shiqchilarga chip o'rnatdik, endi qayerdalar ko'rinib turadi bemalol. Rahmat o'g'lim, yaxshi ham sizlar bor ekansizlar. Olib chiqing jinoyatchilarni, biz bor ekanmiz, hech qaysi yerga tekkan qiz o'z uyida narsa olib keta olmaydi. O'tlining til qatta qopdi ekan-e. Qaytib bunaqa narsalarni yutmang. Oshqozonga zarar bu. Kerakli buymaydi-da. Shahboz aka, men o'ylab ko'rdim. Biz bir-birimizga to'g'ri kelmas ekanmiz. Mana menga bergan bigimochingiz. Keyin sizga bergan ro'molchamni, 14-yanvarda bergan noskimni ham qaytarib berasiz. Ey, shoshma, 8-martga bergan soatim qayta. Ma, oy. Keyin yangi yilga bergan bosh massaj qilgan ham qaytargin. Hazziqna. Ma, oy. To'xta, 14-fevralga bergan udul tilim qaytarib ber meni. Oy,
o'g'il bola yoshliq eza bo'ladimi? O'zing boshlading, men bir pas ketmay. Ventilyatorni qaytar menga. Ana oyoq kiyim qo'ya ko'chini ham qaytar menga. Ke velkom doroshkacham qaytar. Aka shular mashinaga kirib qo'ying. Ha bo'ldi tov. Pochtovar magazini ochilyaptimi bu yerda? Yo, sevishgani sovg'ani qaytarib beryapti. Tapchkan oğlum, qaychini oğlum, nasusni oğlum, do'ppini oğlum, bu magani ham oğlum. Tak. Sumkachani be. Shu. Pas. To'xta, paltoni ber menga, men olib berganman. Sovqotib ketdim-ku. Shahboz aka kechiring. Ey yoqali.